Sizlerdə bu su tasılmış var mı? Yox. Sizdə televizorçu? Yox. Sizdə tonatlı vardı? Yox. Vatandaşçı. Bunu yox. Do'koningizda mollaringizning to'liq bo'lishini umid qilamsiz. Molni ko'paytay desangiz, mablag'ingiz yetishmayotgandi. Sarkar shirkatiga vakolatchi bo'lsangiz, 80 dan ortiq donliq markadagi 5000 xildan ortiq mahsulot siz uchun hozir bo'ladi. Siz sklad tayyorlamasangizmi, oldin mol kirgizmasangizmi bo'laverdi. Biz eng yaxshi mahsulot, a'lo mulozimat va yangicha andizimiz bilan sizni to'liq rozi qilamiz. Burun do'konimda nim bo'lsa, shuni sotalaydim. Hozir nima olmasangiz shu bor. Urumchi Sarkar elektr uskunalari chekish shirkati. Sarkar. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, shu topda ko'rayotganinglar Beijing Yipak yo'li o'nlik madaniyat taraqqiyot chekish shirkati ishlashni o'z ichiga olgan Xinjiang Ma'muriy biopantexnika taraqqiyot chekish shirkati, shundaqla Sarkar uy jihozlari chekish shirkati alohida qo'llagan o'nlik sadasi programmasi. Men riyosatchi Mahina Rozi. Bugungi programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushal bo'ldim. Xo'sh, bugungi programmamizda biz yanala güzel naqshlardan huzurlanamiz, ham shundaqla aziz mehmonimiz bilan sirdishimiz. Bugungi aziz mehmonimiz güzel bir naqshchi. Qanday bo'lsa, diqqatimiz ekranda bo'lsin. Bugungi mehmonimiz bilan tanishib chiqaylik. Cihan küldi inaqlıqның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Qanat qaqdı armanımız elib andas. Kökdə uçqan bürgütlərning parvozidir. Ömrük bizning nişanımız, armanımız. Ümidaqlıq yollarının karvanı biz. Yalqıllaydı qalblərdə karvan mikri. Quchoqlashgan bizga go'zal davronimiz. Shunday qadrli ko'ruvchilar, bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, yosh naqshchi, ijodiyatchi, shundaqla rejissor Asimgul Yasin. Asimgul shu topda programmamizga qatnashish uchun yo'lda kelyapti. Diqqatinglar, bizning ikkinchi maydondagi ko'rinishimizda bo'lsin. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Yaxshimi da? Yaxshi Ifkom. Ko'rishmagan uzun bo'pti. Nima ishlarni qilyapsiz yaqinda? Shu kasb bilan, xizmat bilan degandek. Asli men sizni naqshchi deb tunib ekanman, lekin olsam rejissor ekansiz, a? Bizning o'sha programmaga bir o'zingiz bir qo'lliq rejissorlik qilasizsiz ekan. Bu programmalar shunday yaxshi mengayotdi. Sizlarning rejissorlaringiz shunday yaxshi. Iqtidorlar, qarqas jihati yetishgan. Shunga eng yaxshi naqshamni aytaydim. Rahmat. Unda bo'lsa bugungi programmamizga qaysi naqshingizni olib kelgansiz? Bugungi programmalarga o'zimning ijodiyatlaridan bir ikkini keldim. İsmini oshkorlasak bo'ladimi? Albatta bildim. Kelmedi, seg'ingandi kim? Andan uzilmas armon degan shu. 3 tal ijodiyatimni hozircha taqatdim. Shu ijodiyatlarimdan. Unda bo'lsa hozir studiyarimizga borgach, mashinada mush naqshingizni aytib beramsiz yoki qaysi naqshingizni anglamiz? Bu naqshamni hili ekranda aytib beray. Hozir tunji ijodiyatlarimdan Üzülmez armon degan naqshamni aytib beray. Bo'ldi, qanday bo'lsa birlikda anglaylik. Yana kettin ayrılıp Gamlerimni dağıtıp Hicran bilen yürekni Otqa selip dağıtıp Hicran bilen yürekni Otqa selip dağıtıp Oy, rahmat da. Boya siz gapingizning oraliqida o'zimning ijodiyati deb o'tdingiz. Naqshlarni o'zingiz ijodiyat qilib o'zingiz aytamsiz. Ben 2008'dan başlap ijodiyatlarni o'rganib maktabda o'tdim, bizga dars qilib. Shundan başlap hammamizga o'tdi, hammamiz ijodiyatchi bo'lib ketmaydi ekanmiz, lekin men ham naqshchi bo'lganligim uchun ijodiyatni ching tutay. Bu shu cho'qim menga bir kun az qatdi deb men shu vaqtdan başlap
Endi bakrak mush jihatdan izlanib hozir keldim. Mana mush hozir aytib bergan naxsham, mening tunji 2008 ijod qilgan naxsham. 2008 bo'lsa, unda bo'lsa hozirgacha 10 yil bo'lib ketibdi shunami. Tunji ijod qilgan naxsham shu. Mana ham rejissor, ham naqshchi, ham ijodiyat sifatida to'nilib kelyapsiz. Albatta sizning ishlaringizga utuq omad tilaymiz. Hamda bugungi programmamizda ifodangizning texnik qaltis bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Sizga utuq omad yor bo'lsin. Undaq bo'lsa biz naq maydonda ko'rishaylik do'stlar. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Qarshi olamiz, Asimgul, qarshi olamiz. Rahmat. Qani, ekrandagi ko'rmanlarga bir salom berib o'ting. Do'stlar, yaxshimisizlar? Men naqshchi Asimgul Yasindan har qaysinglarga o'tliq salom. Ömrük sadası programmasiga qatnashganimdan intayin xursandman. Rahmat, Asimgul, biz intayin xush bo'ldik. Men boya sizni ekrandagi ko'rmanlarimizga tanishtirgan vaqtda go'zal bir naqshchimiz deb ta'riflab o'tdim. Hamda ko'rmanlarimiz his qilib yetdi. Asimgul mana bugun mayli kiyim-kechakda bo'lsin, mayli chash bo'lsin, mayli girinda bo'lsin, naydi. O'zgacha yasinib kelibdi. Mush kiyimni so'rag'im kelib qoldi Asimgul. Loyilashdimi xana iqtidoringiz bor-ku deyman, ha? Endi men shu ancha-muncha sahna kiyimlarimni o'zimni loyilab boqaman. O'zimning ustixon shaklimga tushadigan, o'zimning xarakteriga tushadigan qilib. Endi mush ko'ynagimni o'zim loyilagan. O'z loyilagan. Endi balkim chiroyli bo'ldi deb o'yladim. Haqiqatan sahnamizga yarashdi. Rahmat. Asimgul, unda bo'lsa bugun naq maydon aytgan naqshlaringizdan huzurlanamiz. Ömrük sadası programımızın qoidasi shuki, naqshlaringizdan huzurlangach, siz to'g'risida yangi uchurlar bo'lsa egallaymiz, ko'rmanlarga sunamiz. Aldi bilan Asimgulning shu kasbi haqida bir to'xtalib o'taylik deb o'yladim. O'qigan kasbingiz naqsha o'rinlashmi? Men 2005 yil san'at institutining naqsha o'rinlash kasbiga qabul qilingan. 5 yil san'at maktabida shu kasbda o'qidim. Naqsha o'rinlash kasbini. Naqsha o'rinlash kasbini bitirgan. Maktab bitirgandan keyin sizning izchil eng ko'p qilgan xizmatingiz naqsh kasbidan boshqa yana rejissorlik kasbi bo'ldi-ku deyman. Naqsha mening kichikimdan tortib, xuddi go'shim bilan so'ngikimga o'xshash ayrilamaydigan, mendan ayrilamaydigan bir kasb deb o'ylayman. San'at maktab kelgandan boshlab men haqiqiy kasbiy holatda mush naqsh kasbini o'rgandim desam bo'ldi. Endi o'qish bitgandan keyin ko'proq shug'ullanganim yanada mush naqsh kasb. Men har qachon to'xtab qolmadim bu kasbda. Lekin xizmat, yana xizmatim hamda rejissorlik bo'lib ketdi. Rejissor deganimizda o'sha programmalarning programma rejissori, naq maydon rejissorlik degandek. Endi bumi bizning mush naqsh kasbimizga bek yiroq emas. Demak, naqshimi sahnada o'rindildi, rejissorlik kasbimi shu sahna uchun xizmat qiladi. Rejissorlik kasbi tasmi Asimgul. Rejissorlik kasbini tas deb o'ylamadim, chunki men bu kasbda o'qib boqmagan rejissorlik kasbda. Mening yaxshi ustozlarimdan o'rgandim. Endi o'rganib, men qanchalik darajada o'rganganligimni bilmayman, lekin mening qilgan ishlarim xalqqa yardi, ham shu ustozlarimga yardi. Shuning qarab, bu asli bunchalik tas emasga, men qila oldim o'qimay turib deb o'yladim. Shunga hozir shu qilgan programmalar bo'lsin, mayli. Shu jihatda o'zimning o'ylar bo'lsin, bir qadar o'zimga ishonadigan, rejissorlik desa men qila olmayman deydigan darajada bir narsa shakllandi kallamda. Rejissorlik kasbingizda o'zingizmi muvaffaqiyat qozondim deb qaragan, ham shundaqla ko'rmanlarni e'tirof qilgan programma, yangi programmasiga deyman. Shundami? Undan boshqa yana bir qancha programmalar bor. Naydi yaxshi chiqqan programmalar. Buningdagi yana yangi programmalarga tayyorlik qilib yetibsiz. Endi rejissorlik kasbining gapini o'sha yerda qo'yib turaylik, chunki biz sizni bugun naqshchi deb taklif qildik emasmi? To'g'ri. Asimgul, bu yil 3-oyda taqatgan bir naqshingiz bor. Bek go'zal valis naqshisi. Rahmat. Aldi bilan shu naqshni bir anglab yetib, andan paranglashsak bo'lamdi sizcha? Albatta bo'ldi. Naqshlarni seg'ingan ko'rmanlar bo'lishi mumkin. Ismi nimda u naqshning? Seg'ingando kim? Seg'ingandir kim? Bugun unda biz aldi bilan shu naqshni naq maydon bir ijro qilib bersangiz, anglab yetib, qoldi paranglarni andan qilishamdiq. Albatta bo'ldi. Qani, marhamat. Ömrük sadası. Ömrük sadası.
ifşa yolunda ne haceti günlüknün sular aksa yolunda yağmur yağdı simsim sığıngandı kim yağmur yağdı simsim sığıngandı kim yar kelamdu kelmemdu yürek kıldı çim yar kelamdu kelmemdu yürek kıldı çim yürek kıldı çim yürek kıldı çim Ömlük sadası. Ömlük sadası. Rahmet Asımgül, ben pek hayacanlandım. Sizga rahmat. Valiz 80-ci, 90-ci yıllarda eng taraqqiy qilgan, avjagan vaqtlarmikin deb qarayman. Siz-chi? To'g'ri, 80-ci yillari intayin go'zal bo'lgan valiz kuylari maydonga keldi. Biz hozirgacha shuni aytimiz to'y-to'ylarda ulamdi. To'g'ri. Har qachon aytsak qanmaymiz, anglasaqmi qanmaymiz, to'ymaymiz shunda. To'g'ri. Valiz kuyi bek yiqimliq, o'ynasam shunchalik go'zal bir shu tansalarning bir shakli hisoblanadi. To'g'ri. Biz cho'nglarga ergishib shu mashrablarga, to'y-to'kinlarga borgan vaqtlarimizda cho'nglarning shu pirqirab bir zalning ichini necha cho'gilab chiqib bo'lganini ko'rsak, bek hayajonlanib ketadiq-ku. Mana hozirmi biz yana shunday bir faoliyatlarga berib qolsak, valiz naqsi chiqqandan keyin bir hayajonlanamiz. Chunki bu ritmga ergishib biz shunday bir xil illiq tuyg'uga cho'mganda his qilib qoldik ekanmiz-ku. Yuqorida anglagan bu naqshimi? Mundaqcha aytgan vaqtda shu 89 yillarni bir eslatgandek. Anda yana bir tarafdan o'ylagan vaqtda bir muhabbat purak tarqalgandek bir tuyg'uga keldik ekanmiz-ku. Xo'sh bo'ldimi Asimgul, shunday bir muhabbatli naqshlar to'xtab qolmasin, uzilib qolmasin. Rahmat. To'xtab qolmaydi. Asimgul yana yuqorida aytgan bu naqsh o'zingizniki ijodiyati, ha? Ha, buning muzikasini o'zim ishlagan. Teksti Aman Nisa Naman deydigan bir qizninki. O'zingizniki ijod qilgan naqshlar bor, ishda borgu deyman. Ijodiyatlar jiq. Men ijodiyatni 2008 san'at maktabida o'qiyotgan vaqtimizda bizga shu darslik qilib o'tgan. Shu vaqtdan boshlab bu ijodiyat deganni cho'qim bir alayda kompozitorlar qila oladigan narsa deb o'ylaydim, yaqin kelishga qiynalmaydim. To'g'ri. Lekin shu o'qigandan boshlab asta o'zimga ishonch bo'ldi. Ham shu o'qituvchimiz topshiriq berdi-da. Topshiriq berib, men bir 2 kupletlikla bir ijodiyatni qilib shu topshiriqni o'rindadim deb aytib keldim. Shu vaqtda o'qituvchim tarafidan men intayin yaxshi bir bahoga erishgandim. Balkim mening mush ijodiyatlarni qilishimga ash muallimning ashu bir eg'iz gipi ta'sir qilgan. Ilhomlari, ha? Turtki bo'lgan. To'g'ri. Shu vaqtda men tunji ijodiyatim, ya'ni uni 2016-yili tarqatgandim. Shu ijodiyatimni shu vaqt qilgan. Uni kengaytirib, to'liq holatda qilib tarqatdim. U vaqtda faqat 2 kuplet holatlar. Tekstini yozib shu 2 kuplet holatda qilgandim. Üzülmez arman deydigan. Ha, o mu muhabbetlik naqsha? Lirik naqsha. Bu naqshning tekstini o'zim yozdim. Ahangni o'zim ishlagan. Ha, demak, asli o'qigan kasbingiz ijodiyat emas, naqsh o'rindash, ammo shunday bir ilhomlarninki turtkisida mana hozir o'zingiz ijod qilib, o'zingiz aytadigan bir qadamlarga yetibsiz Asimgul.
Rahmat. Yana to'xtab qolmasin. Birinchi oyda e'lon qilgan yana bir naqshangiz bor deyman bu yil. Birinchi oyda e'lon qilgan naqsham kelmidi. Kelmedi. Usulluq naqsha. Usulluq naqsha. U naqsha mana to'y to'kinlarda, so'rin faoliyatlarda yangrayotidi. Voy Asimgulning naqsi deb usullarni o'ynayotimiz deganga o'xshash. Bunda qilaylik Asimgul. Bu naqshni mo anglaymiz. Sal turib sahnani sizga beraman, men töven turib tomoshabin bo'laman. Men sizning shu xalq ahanglar bilan aytgan naqshangizni bir kuplet anglag'im kelib qoldi. Bo'ldi. Xalq naqsini xili aytdingiz, ha? Mening opam bilan dadam ikkilis xalq naqsi aytdi kichikimizdan boshlab, o'sha anglab cho'ng bo'lganman. Singadi. Ha, shuningga kichikimdan tortib, mush butun Qashqar xalq naqsi, Kucha xalq naqsi, Turpan, ili Aş bütün yani naqşlarını dadamның aşı ağızdan anlap dikemə. Bilib bilmə qaçan ügünüb qalğınımla oxumayma aş naqşlarını. Hem köpinçis Qashqar xalq naqşısı, andan Xotanның mı ba, işində öyrənген. Bunun keyin sanat məktəb kəlgəndən keyin nurgun başqa savaqdaşlarımның ağızdan anıldım. Lekin mening yana təmi oxşumaydı. Puraqlar başqacha. Çünki mening dadam bilan apamdan öyrənген. Ular ma'lum bir vakil bo'lib chiqqan artistnikidan öyrənген. Men dadam bilan apamdan öyrəngəndə. Şunu aşımıkin deb qoyuldim. Şuna hamda xalq naqşlarini jiq aytqan men kichikimdan. Moqam deymiz, xalq naqşlar deymiz, jiq aytqan. Bugun jiq aytishga zo'rlamayman, bir kuplet anglaylik. Bo'ldi. Qaysi naqshni anglaymiz? Adargul degan bir nadir asrimiz bor. Yaxshi ko'rma bu naqshini. Adarguldan men azroq aytib beray. Ma'qul, ajab yaxshi. Qani. Laçın soqqan toşqanning dadey vay Adargul jangalda vasiba vay Adargul Musafirinin dadey vay Adargul bu şede oynamasi bu. Rahmat. Asimgul güzel ovozli naqshni mi ko'paytisiz, ha? Shuning ta'sirimikin deyman. Bek yangroq ovozingiz. Rahmat. Ben sanat maktab 5 yil güzel ovoz uslubda tarbiyalangan. Ha, shu. Asimgul unda bo'lsa, davomli yana naqshga kirib ketaylik deb o'ylayapman. Sahnani sizga bersam, ana shu sho'q Kelmidi nomli usulluq naqshingizni bir do'stlarimizga sunsangiz. Bo'ldi. Qani, marhamat. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Saçlarımı tarap tarap, yollarına qarab qarab. Saçlarımı tarap tarap, yollarına qarab qarab. Kelgelerden sorap sorap, izlep sorap. Yürüdüm cananım gelmedi, gözü xumarım gelmedi. Aşu cananım gelmedi, gözü xumarım gelmedi. Gelmedi yarım gelmedi, gitken cananım gelmedi. Gelmedi yarım gelmedi, gözü xumarım gelmedi.
tarab yollarga qarab saçlarımni tarab yollarga qarab kelganlardan so'rab izlab yurdim cananım kelmedi ko'zi xumarim kelmedi ay shu cananım kelmedi ko'zi xumarim kelmedi yarim kelmedi kutgan cananım kelmedi yarim kelmedi ko'zi xumarim kelmedi Rahmat. Asımgül. Sizlarga rahmat. Rasıl aytsam, turuplu usul oynab ketay desem, asli har qatim mushunda bo'ldi-ju. Naqshchilarimiz keladi, naqshlarni aytdi. Sulchkan bo'lib qolgan. Shunda o'ynag'im kelib ketdi. Lekin hayajini besib o'ltirib o'ynab degandek qilyaptimi? Endi mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar Ömlik Sadosi programmamiz mana shunga o'xshash ijodiy naqshlarni, ham sho'x usulliq naqshlarni ko'rmanlarning huzuriga sunib, san'atimizni, sahnatimizni betib kelayotgan bir programma deb o'ylayman. Ömlik Sadosi programmasini men shaxsan burundan yaxshi ko'rib ko'ryapman. Bu yer kevatqa artistlarni intayin universal sapaga ega artistlar kevatidi. To'g'ri. Asos jihatdan ko'z ko'ringan xalqning qalbidan o'rin olgan artistlar kevatidi. To'g'ri. Sizlarning o'rinlashtirishinglar shunday yaxshi bo'lyapti. Sizlarga rahmat aytaman, jafo chekyapsizlar. Sizga rahmat Asımgül. Shunday yaxshi programmalarning bo'lishi ham biz artistlarga, naqshchilarga intayin yaxshi bir fursat. Shunda yaxshi bir programma orqali o'zimizni namoyon qilib, o'zimizningki yaxshi kuylarni xalqqa suna olsak, biz intayin xushal bo'lamiz. Sizga rahmat aytamiz. Unda bo'lsa, mayli rejissorlik kasbingiz bo'lsin, mayli naqsh sohasida kasbingiz bo'lsin, balkim o'ylagan go'zal planlar bo'lishi mumkin. Anglsak bo'lamdi. Maxfiyatliklar o'z oshkorlasangiz mayli endi. Bo'ldi. Endi plansiz, maqsadsiz ish qilishning o'zi xato. Endi bak cho'ng planni hozircha tuzmadim. Chunki biz har yili, har fasl sharoit o'zgardi, o'zimizning bilim qurilmasi o'zgardi, shuning qarta arzu armon o'zgarmadi. Shunga men uzun mazgillik planni taxabak tuzib ketmadim. Hozirgi shu ko'z oldimdagi planlarim bo'lsa 10 yil bo'ldi. Go'zal ijodiyatlarni qildim deb o'ylayman. 70-80 dak ijodiyat qildim. Buning ichidan o'zimga yarg'allardan bir 20 dakni tanlab olib qoldim. Ham xalqimizning ma'naviy madaniyati uchun men bu asarlarimni uzluksiz chiqarma degan planim bor. 2 oyda, 3 oyda birdan naqshamni, ijodiyatimni chiqarib xalq uchun xizmat qilmoqchiman. Davomli to'xtab qolmaydi qolgan ijodiyat xizmatlarim. Endi rejissorlik jihati bo'lsa, biz programmani yana qayta boshladik. Yangi nava programmasini. Mush programmalarning ishlari bilan yana aldirash bo'lib ketamiz. Albatta shunday bir go'zal planlaringizning, orzularingizning ro'yobga chiqishiga biz tilakdoshmiz. Asımgül. Abay deganga o'xshash bizningki safarimiz, aqliy iqtidorimiz yuqorilab mangan sari orzularimizmi o'xshamaydi ekan. Balkim kelar yil paranglasak buningdan o'zgacha bir planlar bo'lishi mumkin. Albatta. Shundaqmi?
biz yoshlar shu tirishish orqali o'zimizniki iqtidorini yaxshi sahnada joriy qildirish orqali o'zimizning orzusini yana pat-pat yanglab turdik ekanmiz. Rahmat Asimgul, bugun nihoyat yaxshi paranglashdik. Naqshlaringizni huzurlandik. Biz keyingi faoliyatlarimizda yoki keyingi uchrashadigan sahnalarimizda ko'rishaylik. Ishlaringiz utuqliq bo'lsin, tiningiz salomat bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, Umnik Sadosi programmamizning bugungi soni mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Jahon kuldi inoqning sadosidir. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Qanot qoqdi armonimiz ilib andos. Ko'kda ushqan burgutlarning parvozidir. Umid bizning nishonimiz, armonimiz. Umidliq yo'llarining karvonimiz. Yolqinlaydi qalblarda darvon mikri. Kuchashgan bizga go'zal davron.